Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Fleet modulini ko'rib chiqamiz. Bu modul bizga mashinalarni tartibli boshqarish uchun hamda maintenance ishlariga kerak bo'ladigan modul hisoblanadi. Birinchi bo'lib Fleet moduliga kirib olamiz va bu yerda bizning hamma mashinalarimiz chiroyli kartochkalar bo'lib turibdi. Tizim bizga mashinalar qaysi holatda ekanini ko'rsatadi. Misol uchun mana bu ustunda registered, ya'ni ro'yxatga olingan ishga tayyor mashinalar turibdi. Keyingi ustunda esa downgraded, ya'ni salgina ta'mirtalab va statusi pasaygan mashinalar. Xuddi bu mashina hozircha damovatda degandagi. Keling, endi kompaniyamizga yangi bitta mashina sotib oldik deb tasavvur qilamiz va uni tizimga qo'shamiz. Bu uchun yuqorida new tugmasini bosamiz. Volkswagen Golf 8 modelini tanlaymiz. Qarang, rasmgacha chiroyli bo'lib chiqdi. Haydovchi va mashina ma'lumotlarini to'ldirishimiz kerak. Mashinani kim haydaydi? Driver degan joyiga bosamiz va ishchilarimiz ichidan bu mashinani kimga berishimizni tanlashimiz kerak. Misol uchun Abigail degan xodimimizga berdik. Agar kelajakda boshqa driver haydaydigan bo'lsa, uni ham future driver degan, ya'ni kelajakdagi driver degan joyga yozib qo'ysa bo'ladi. O'ng tomonda esa mashinaga pasport ma'lumotlari turadi, ya'ni odometr degan joyga mashina shu vaqtgacha qancha yurganini yozamiz. Misol uchun 11000 km yurgan. Location, mashina hozir qayerda turibdi? Albatta O'zbekiston deb yozamiz. Keyin eng muhimi, make vehicle available degan joyga check galочка qo'yamiz. Bu mashinamiz tayyor, uni haydash mumkin degan belgi hisoblanadi. Pastrog'iga tushsak, yana qiziqarli narsalar bor. Model bo'limida mashinani qaysi yili chiqqani, misol uchun 2024, ichida nechta o'rindiq borligi, hatto rangi qanaqaligini ham yozib qo'yish mumkin bo'ladi. Xuddi mashinani o'yinchoq xarakteristikasini to'ldirgandek gap. Ma'lumotlarni to'ldirib bo'lgach, yuqoridagi bosqichlarni ko'rishimiz mumkin. Mashinamiz birinchi new request, ya'ni yangi so'rovda, keyin uni to order buyurtma berish va order buyurtma qilindi va nihoyat registrator ro'yxatga olindi. Bosqichga o'tkazib qo'yamiz. Shunda hamma guruhdagilar mashinalar holatini ko'rib turishi mumkin bo'ladi albatta. Mashina yurgandan keyin uni baribir ta'mirlash kerak bo'ladi, to'g'rimi? Moyni almashtirish kerak, g'ildiraklarni to'g'irlash kerak. Bu uchun tepadagi services, ya'ni xizmatlar tugmasini bosamiz. Yangi xizmat qo'shish uchun yana new tugmasini bosamiz. Tasavvur qiling, mashinani tormoz tizimi ABS ko'rsatishimiz kerak. Description tavsif qismiga ABS chiroqlari deb yozamiz. Buni kim qildi? Haydovchimiz Abigail olib bordi. Buni ham belgilaymiz. Agar biron usta yoki kompaniyaga pul to'lagan bo'lsa, xizmat narxini ham yozib qo'ysa bo'ladi. Tepadagi menyudan contracts, ya'ni shartnomalar bo'limiga o'tamiz va bu yerda mashinalarimizni ijarasi va sug'urtasi qachon tugashini ko'rishimiz mumkin. Muddati o'tib ketayotgan bo'lsa, tizim bizni ogohlantiradi. Odometr bo'limida esa qaysi mashinamiz ko'p yurgani, qaysisi kam yurganini chiroyli diagrammada ko'rishimiz mumkin. Qarang, ustunda xuddi rangli toshlardagi baland-past bo'lib turibdi. Eng baland usti eng ko'p yurgan mashinamiz bo'ladi. Ya'ni eng ko'p xizmat qilgani. Endi eng qiziqarli joyi, ya'ni reporting, hisobotlar. Ya'ni bu yerga kirsak, hamma xarajatlarimiz dumaloq pirog, ya'ni pay chart shaklida yoki chiroyli chiziqli grafikda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi oyda mashinaga ko'p pul sarfladik, qaysi mashina ko'p pul yeyapti. Buni ko'rib biznes egalari pullarini tejashni rejalashtirishi mumkin. Oxirgi qism configuration, ya'ni sozlamalar. Configurationga kirib olganimizdan keyin biz manufacturers tanlaymiz, ya'ni ishlab chiqarish va bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan modellarni ko'rishimiz mumkin, mashinalarni. Va u yerdan biz o'zimizning new tugmasini bosish orqali yangi model qo'sha olamiz mashina. Porsche qo'shdik, uni rasmini biriktiramiz va saqlaymiz. Lekin u ko'rinmadi, chunki aynan shu mashina modeli bilan mashina hali yo'q. Shu uchun configurationni ustiga bosamiz va u yerdan models degan tugmani tanlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, u yerda boyagi barcha modellar ko'rinib turibdi va ular orqali qancha mashinalar borligi. Va new tugmasini bosish orqali biz model qo'sha olamiz va bu yerdan model qo'shgandan keyin manufacturerga, ya'ni ishlab chiqaruvchiga Porsche'ni belgilaymiz. Vehicle type'ga mashinani belgilaymiz. Vehicle type bu transportning turi degani.
u fura bo'lishi mumkin, mashina bo'lishi mumkin, KAMAZ bo'lishi mumkin yoki umuman boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Shularni tanlab olamiz va kategoriyasi qanday? U sedanmi, jeepmi? O'shalarni tanlab olishimiz kerak. Va bulutchani bosish orqali saqlaymiz. Ana endi bizda Porsche bor. Va hozir manufacturersga qaytsak, bu yerda Porsche ham ro'yxatda ko'rinayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va endi configurationdan kategoriyalarni ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Sedan, estate, compact kabilar turibdi. New'ni bosish orqali yangi qo'shishingiz mumkin. Va endi typesga o'tamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Contract va service typelari bor ekan. Va endi configurationdan statusga o'tamiz. Status bu biz birinchi oynada ko'rganlarimiz, ya'ni stagesdagi ketma-ketliklar. Ko'rishingiz mumkin new request, yangi so'rovnoma, to order, buyurtmaga, ordered, buyurtma qilingan, registered, ro'yxatga olingan, downgraded, ta'mir talab, reserve, qaytarilgan, waiting list, kutuvchi ro'yxatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki o'zimiz ham yangi stage qo'shsak bo'ladi bu yerda status. Va endi configurationdan textga o'tamiz va bu yerda junior, senior, employee car, purchased kabilar turibdi, ya'ni boshlang'ich daraja, yuqori daraja, xodimning mashinasi, purchased, ya'ni sotib olingan. Va biz ham yangi tag qo'shsak bo'ladi, experienced, ya'ni tajribali, new, yangi degan taglarni qo'shib qo'ydik. Siz ham bemalol qo'shishingiz mumkin. Va endi activity types. Bilamizki, activity types bu telefon qilish, email, qo'ng'iroq va shu kabilardir. Shu bilan fleet moduli bo'yicha darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.